Assalomu alaykum akalar. Nexus 3 mashinasi klapini kuydirib kelgan ekan, hozir ishlashini bitta ko'rsatamiz. Qani zavod qiling aka. Buni hozir ishlarini cho'tki qilib bitirib beramiz. Klapini ochib, zazorlarni gazga moslab, digirovkalarni cho'tki qo'yib beramiz. Qaltirab ishlayapti mana akalar, ko'rishingiz mumkin. Detonasiya juda kuchli. Suvni qo'ying bitta, bitgan holatda bitta suvni qo'yib ko'rsatamiz akalarga. Mana tushib ketyapti suv pastga. Xudo xolasa buni bitgan holatini ham cho'tki qo'yamiz. Mashinani digirovkalarini qo'yib olib, xudo xolasa mashina bitdi akalar. Mashinani egasi yudirishga qo'ymadi. Men polni mo'yga qo'ramiz dedik, motor shart emas dedi. Yana simlar zamkin olib ketsa, yo'q olib ketadi dedi. Bitta zavod qiling-da. Mo'yga kerak emas. Miyaga suv tegadi. Bitta zavod qiling. Miyaga suv tegadi deb akamiz qildirmadi, lekin bu yog'ini motor detonasiyasini yo'qotdik. Ishlash cho'tki, gazda ham, benzinda ham garantiya. Mana akalar, ishlashini ko'rib turibsizlar. Qo'ying suvni. Mana akalar, o'zi turibdi. Birinchisida tushib ketgan suv pastga. Garantiyasi bor aka, ishni cho'tki qilib beramiz. Profmasterga kelaverasizda, sifatli narxini ham arzon qilib beramiz akalar. Instagramdan kelgan akalarga bonuslarimiz ham bor.